Qur'oni Karimda Qalbi Nusrat Qumi. Abduri Muhammad Ali Sellabi. Tercüm qilguvchi Mahbuba Abdulaziz. Şək şübhəsiz İslam ümmətinin dünyada və Allah Taala'nın şəriətini tətbiqlashda ilgirki küçlük imtiyazi və hüquqini qaytadan qo'lga olishi uchun oldi bilan qalbi o'qimini və qaysi yo'llar orqali qalbiga erishgili bo'lganligini, qalbini qo'lga keltirish yo'lida besib o'tadigan bosqichlar va duch kelinadigan to'salg'ularni yaxshi bilishga to'g'ri keladi. Haqiqatan müminlərinin qalbi qilishi və kuch-qudrat tepishinin bir qancha yo'li bor bo'lib, eng muhimlari bo'lsa, ilahiy risolatni insonlarga yetkazish, islom dushmanlarini mag'lub qilish va islom dini asosida bir davlat qurib chiqishdir. Allah Taala'nın da'vatchi kishilarga ilahiy risolatni yetkazish vazifalarini ado qilishda qilgan yordami va bu yordamning natijasida insonlarning ularning chaqiriqiga ovoz qo'shishi Qur'on Karimda tilga ilingan qalbi nusrat qatoridan hisoblanadi. Masalan, Qur'on Karimda tilga ilingan Ashabul Qarya, Ashabul Uhdud qissalari va Alloh taoloning payg'ambarimizga Makkada payg'ambarlik vazifasini ado qila olishiga imkoniyat yaratib berishi qalbi nusratning tipik misollaridir. Shundaqla kafirlarning talofatga uchrashi, mu'minlarning utuq qozonishi va ularning janglarda nusratga muyassar bo'lishi Qur'on Karimda tilga ilingan qalbi turlari qatoridandir. Masalan, Nuh alayhissalomning o'zining qavmi bilan, Musa alayhissalomning Fir'avn qavmi bilan, Talut alayhissalomning bo'lsa Jalut bilan bo'lgan qissalarida va payg'ambarimizning Badr va shuningga o'xshagan janglarida musulmonlarga yordam berish, kafirlarni halok qilishdan iborat yuz bergan voqealar buningga eng yorqin misol bo'la oladi. Ümmetlarda yürgüzgen kanuniyetlerinden biri, özünün peygamberlerini tasdiq qilgan ve iman etgan bendilerine nusret ata qilish orqali ularni qutqizish, peygamberlerini yolg'onga chiqargan, haqdan tanıgan kafir kishilarni bo'lsa halok qilish, mag'lubiyatga duchor qilish bo'ldi. Demak, ilahi qonuniyatlar koinotda muqim bor bo'lib, insoniyatni har vaqt, har yerda qo'rshab turadi. Mümin bendilerini müdafaa qilish va qo'g'dash qonuniyati qalbiga erishish uqumi bilan zich-muzich munosabatlik bo'lib, Alloh taoloning ummat va millatlar ichida joriy qildiradigan eng muhim qonuniyatlaridan biri hisoblanadi. Allahni bir deb e'tiqod qiladigan, uningga iymon etadigan mu'min kishilarning musulmon bo'lmagan bir davlatning hokimiyat yukini o'z ustiga elishi musulmonlarga nisbatan qalbiga erishganlikning yana bir xil yo'lidir. Va Qur'oni Karimmo Yusuf alayhissalomning qissasi orqali qalbining bu xil shakliga diqqatimizni tortmoqda. Ve yana musulmonlarning qalbiga erishganligining yana bir yo'li sifatida ba'zi islomiy tashkilotlarning o'zining kuchlik va iqtidorli kishilarini hokimiyat ishiga a'zo qilish orqali islom diniga nisbatan muhim va alohida muvaffaqiyatlarni qo'lga keltirganligini so'zlayolamiz. Qur'on Karimda tilga ilingan musulmonlarning qalbiga erishgan ko'rinishlarining yana biri to'g'ri e'tiqod va iymonga ega kishilarning g'olib bo'lib ustunlikka ega bo'lishi va ularning davlatning tizginini qo'llariga elishidir. Xuddi Davud va Sulaymon payg'ambarlarning hayotida ko'riladigan g'albi ko'rinishlarga o'xshash. Allah Taala'nın zimindeki halifesi, izbasarı buluş, Allah Taala'nın dinini üstün qilish vazifasiga nail buluş, ensizlik ve xavf xatar vahimesinin xotirjamlik ve aman esenlikka almashtirilib berilishi Allah Taala'nın müminlerge qilgan va'dasi bo'lib, müminler qachon bu va'daga o'rindasa, ana shu chog'da Allohning bu va'dasi amalga oshadi albatta. Haqiqiy ma'noda Allohga iymon etish, har xil turdagi yaxshi amallarni qilish va yaxshilik qilishga hirismand bo'lish qalbiga muyassar bo'lishning oldingi shartlaridan hisoblanadi. Allah Taala'nın dinini üstün qilish orqali qalbiga erishishning yo'llaridan biri insonlarning dunyosida Allohga bo'lgan haqiqiy ibodatning amalga oshishi va musulmonlarning Qur'on Karimda zikr qilingan Allohga qo'lchilik qilishning haqiqiy ma'nosini va payg'ambarimizning sunnatini yaxshi tushunishi va to'g'ri ravishdagi ibodat tushunchisini butun ummat miqyosiga yetkazishga kuch chiqarishidir. Qalbiga erishishning yo'llaridan yana biri Allohga shirik keltirish harakatining butun shakllari bilan jang qilishdir.
Shuning uchun Allohning shariatini qonun qilishga kuch chiqaradigan musulmonlar jamiyatining shirkning mohiyatini, keltirib chiqaradigan xatarlarini, shirk kirib chiqaradigan xatarlarini, shirkka sabab bo'ladigan omillarni, shundaqla shirkning butun turlari bilan cheklangan bir ish ekanligini bilishlari va o'z saflarini barliq shariat yo'llari orqali shirkdan pok tutishlari zarurdir. Chunki shirkni asli mohiyati bilan bilmaydigan, xatiridan xabarsiz qolgan bir kishining o'zini va boshqalarni shirkdan ogohlantira olishi mumkin emas. Qalbiga ilib boradigan yana bir yo'l bo'lsa, Alloh taologa haqiqiy taqvodor qul bo'lishdir. Allohga taqvodor qul bo'lishning dunyo va oxiratda katta mukofotlari bor bo'lib, mana bu mukofotlar Alloh taoloning shariatini qonun qilib bekitish va uning dinini g'olib qilish uchun kuch chiqaradigan shaxs va jamiyatlarga beriladi. Shak shubhasiz qalbiga ilib boradigan, qalbi qila olishimizga turtki bo'ladigan sabab va yo'llar bo'yicha ish ko'rish kitobimiz Qur'on Karim bizni yetaklagan yo'lboshchimiz Muhammad alayhisalom qiziqtirgan bir buyruqdir. Va Alloh taolo Qur'on Karimda dushmanga qarshi atrofliq tayyorlik qilishga buyurib mundoq degan: Dushmanlaringlar bilan urush qilish uchun qo'linglardan kelishicha qurol kuchi, jang eti tayyorlanglar. Anfal surasi 60-oyat. Bu yerda ko'zda tutilgan atrofliq va umumiy tayyorlikdan bo'lgan maqsad qalbiga ilib boradigan barliq sabablar bo'yicha ish ko'rishdir. Çoğunlaşqa Allah Taala'nın dinini üstün qilishga kuch chiqaradigan shaxs va jamoatlarning oldi bilan qalbiga yetkazadigan sabablarni obdan tushunishi va bu sabablardan reallikqa mos holda foydalanishi lozimdir. Qalbiga ilib boradigan sabablar bo'yicha ish ko'rish Alloh taologa haqiqiy qo'lchilik qilganlik hisoblanadi. Bu sabablar bo'yicha ish ko'rish aslida osmon zaminning barpo qilinishi, insonlarning yaratilishi, payg'ambarlarning elchi bo'lib avatilishi, kitoblarning nozil qilinishi, jannat va do'zaxning yidimi asosliq omil bo'lib, shu bo'yicha ish ko'rishimiz haqiqiy qo'lliq hisoblanadi. Qalbiga yetkazadigan sabab va omillar moddiy va ma'naviydan iborat ikki qismga bo'linadi. Dinga haqiqiy xizmat qiladigan solih va qobiliyatli shaxs va qo'mondonlarni tarbiyalab yetishtirish, bid'at terish, bilimsizlik, havoyi havasga berilish, aqlni diniy buyruqlarning oldiga qo'yib olish, ko'z qarashda ahli sunnatga zid ish qilishga o'xshash tafriqa va bo'lgunchilikka sabab bo'ladigan yo'llarga qat'iyan qarshi chiqish qalbiga yetkazadigan eng muhim ma'naviy sabablar hisoblanadi. Yana aqida bir bo'lgandila maydonga keladigan ijtimoiy birlik qoidalariga ergashish, Qur'on va hadisni dastur qilish, islom diniga samimiy tava bo'lish, haqiqat yo'lida izlanish, musulmonlar orasida qarindoshlik ko'chatini tikish qatorliq ishlar qalbining ma'naviy sabablaridan sanaladi. Qalbiga yetkazadigan moddalar bo'lsa, tadqiqot markazlarini qurish, planlash va boshqarish ishlariga ahamiyat berish, iqtisodiy kuch va rasmiy tayyorlikqa alohida ko'ngil bo'lishdan iborat ishlardir. Alloh taoloning dinini zaminda g'olib qilish harakati bir qanchalig'an zarur bosqichlarni besib o'tadi. Ular dinni tunishtirish bosqichi, insonlarni tarbiyalab yetishtirish bosqichi, dinni g'olib qilish bosqichi va rasmiy gullanish bosqichidan iboratdir. Haqiqatanmi musulmon bir davlat qurib chiqish yoki islomni g'olib qilish yo'lidagi birinchi bosqich islom dinini tunishtirish va insonlarni dinga da'vat qilishdir. Dinni da'vat qilishdan iborat birinchi bosqichlik vazifani ijro qilmoqchi bo'lgan da'vatchi kishilarning kuchli iymon, mo'l bo'lgan ruhiy boylik, yetarli madaniyat saviyasi, kuchli aqliy iqtidor, kangri qo'rsoq bo'lishdan iborat xislatlarni o'zida hozir qilishi zarurdir. Qalbi yo'limizda bilishga tegishlik eng muhim ishlardan yana biri tadrijiy harakat qilishdir. Ya'ni da'vat yo'lida osondan boshlash, yetish oson bo'ladigan nishonni qiyin nishonning oldiga qo'yish, parcha kichik planlarni cho'ng va qiyin bo'lgan planlardan burun ijro qilish orqali asta-asta da'vat elib berishdir. Payg'ambarlarmu Allohning risolatini o'z qavmlariga yetkazganda oldi bilan o'ziga ergashgan kishilarni tanlab, ularning qalblariga iymon va axloq urug'larini chechivatgandan keyin ular bilan birga da'vat harakatini elib borgan. Ikkinchi bo'lib, insonlarni tarbiyalab yetishtirish vazifasini ijro qilganlarning tajriba va ahvollardan xabardor,
puxta boshqarish iqtidoriga ega insonlar bo'lishi lozim. Bu bosqichda tarbiyalash vazifasini o'taydiganlar maxsus tanlangan avlodlarning ko'ngillariga umid va g'alaba ko'chatini tikishga ahamiyat berishi lozim. Alloh taoloning turli baloyi ofatlar orqali sinash qonuniyati g'alaba ato qilish qonuniyati bilan zich munosabatlikdir. Chunki Alloh taolo har xil sinoqlar bilan sinash orqali kimning g'alabaga bakrak loyiq, kimning loyiq emasligini bilishni iroda qilgan. Üçüncü bosqich islom dinini g'olib qilish bosqichi bo'lib, bu bosqichda islomiy harakatlarning hammasining yuchuqini etish, texmo aktiv holga akilish ishlari elib beriladi. Utuq qozongan, g'alaba qilgan diniy jamoatlarning sifatlari sahih hadislarda tilga ilingan bo'lib, mana bu sifatlar ustunlikka erishgan bu jamoatning haq yo'lda ekanligi, Allohning amri bo'yicha harakat qilganligi, Alloh yo'lida jihad qilganligi, ummatning diniy ishlarini ahvolga qarab isloh qilib turadiganligi va qiyomatga qadar sabit va mustahkam puttirab turadigan sabrlik bir jamoat ekanligini ifodalamoqda. 4-ci və axırqı bosqich Alloh taoloning dinini ziminda hokim qilish, rasmiy gullantirib, uni ustunlikka ega bosqichi bo'lib, bu bosqich muntazam islomiy shaklda elib berilgan tirishchanlikning eng cho'qqisi va eng cho'ng mevasi hisoblanadi. Bu oxirgi g'albalik oyoqlashgan bosqichda boshda so'zlab o'tilgan bosqichlarda qilingan tirishchanliklarmi mevasini berishga boshlaydi albatta. G'olib va zafar quchgan vaqtlarimizga qaytish harakatlari va uning xushxabar uchqunlari ilgirki 2 asrdan beri yalqin joshqa boshlagan bo'lib, yangi nasllarmi g'alba yo'lida muhim izlarni qoldirib ketgan ilg'or diniy ustozlarning tajribalarini meros holatda qabul qilishmoqda.